Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem ve suyumlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Yana bir qatim yüz görüşüp o'tirayotimiz. Bununla nisip qilgan Allah'a hamdlar olsun. Hammanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bugünkü mevzu medeniyet juglanmasının rolü ve dahini meydanga keltirdigan kilomat. Bir qarashqa bu mevzu bek aktual. Şu anın özüde sözlemesek bo'lmaydigan ciddi mevzu emas. Ama xalqimiz siyasi mevzularda gap bo'lgan vaqtida her daim degidek bu vaqtda g'ulg'ul qilishadi. Yani dahi hakkında. Uygurlarda dahi yok. Uygurlarda umumi tarafqigan dahi meydanda kelmeyevatıdı. Bir dahi tuğulsa bizning işlerimizni retkisep gitti. Ve bizni azaplıkka başlaydı. Degendek gaplar anlanıdı ve daim uçurtup durumuz bunda gaplarni. Endi bu mevzuni sözleşimizge sebep bo'lgan asosiy omillar ana shu. Yani Uygurlarda bir dahi tug'ilmayotamdi. U qanday meydonga keladi? O tabiiy holda tug'ilib, dahi bo'lib tug'ilib, dahi bola, dahi yosh, dahi cho'ng odam bo'lamdi yoki klimatga bog'liqmi? Bu haqda biroz gap qilgim kelib qoldi. Hammanglarga ma'lumliq. İkinci Dünya Urushida mag'lub bo'lg'uchi davlatlar Germaniya bilan Yaponiya edi. YouTube'da nurg'un hujjatli filmlar, tahlillar bor. Ko'rib baqsanglar bo'ladi. Urushning eng qattiq zarbasiga uchragan Germaniya bilan Yaponiya bo'ldi. Hatto Yaponiya insoniyat tarixida muqaddam ahir atom bombasini bevosita tetib baqqan bir millat. Aloqador filmlarda taş ustida taş qolmaganligini ko'rsizlar. Bularni bir Amerika film bor, Dresden degan ikki qismliq. Germaniyaning Dresden shahri. Bombardımandan keyinki uçaqdagi ko'rinishini ko'rsanglar qo'rqinchli. Bu qadar zarbaga uchragan bir xalqning tekrar bosh ko'tarishiga ko'z yetmaydi. Mana shu xarobalar orasidan o'milab qopgan bu ikki millat o'zlarini yengen g'oliblarni qo'liga qarata oladigan darajada taraqqiy qilib dünyanın aldığın qatarı öttü. Sovet İttifaqıdaki g'oliblar o'zi mag'lub qilgan Germaniyaga qarzda oldu. İqtisodiy jihatdan, texnik jihatdan mag'lublarning oqisda qilishini qanday tushunsak bo'ladi qarindoshlar? Bu haqda o'ylab baqdingizmi? Qanday tushunamiz shuni? Deylik ki Amerika gerçi urush qatnashgan bo'lsa-mu, urush Amerika zaminida bo'lmadi. Shunlashqa Amerika hech qanday vayronchilik tortmadi. Sanoati buzg'unchilik uchirmadi. Shaharlari vayron bo'lmadi.
Dәл әксіче ұрышның ihtiyacı tüpeylidin ciddi ekanlaşıltıp uruş sanayetini terakki kıldırdı. Yani kural yarak ve küreşçi aeroplanlar barısı da Amerika uruş jarayonini terakki kıldı. Şundaq durup nima uchun nurg'un texnik jihatlarda Germaniya ve Yaponiyadan orqada qoldi? Buni urushdan keyingi tirishchanlikning natijasi desak, ya'ni mag'lub bo'lgan ikki davlatni tekrar bosh ko'tarib, tekrar dunyoning eng oldingi qatoridagi millat bo'lishini urushdan keyingi tirishchanlikning natijasi desak faqat to'g'ri bo'lmaydi. Bu aslida madaniyat jug'lanmasining mahsuli. Aslida sapolik millat bo'lganliklari, turmush, o'qish, o'zaro muomala qiliblargacha allaqachon shakllanib bo'lgan millat bo'lganliklari uchun shaharlari ko'mpaykum bo'lib ketgan, nurg'un bilimli odamlari o'lib ketgan, ba'zilarini g'olib davlatlar ekitib o'zi uchun ishlatadigan bo'lgan bo'lsin. Bir kişilik cemiyeti buluş sütü bile. Medeni bir cemiyet giydi. Yani medeniyet tarafından yaratılgan maddi mahsulatları veyran kılıngan bolsun. Lekin insonlarda bir jug'lanma bor edi, madaniyat jug'lanmasi. Mana shu madaniy atmosfera ichida yetishgan yangi avlod bizning sahrolarimizda tug'ilib o'sgan va shaharga ekilib tarbiyalagan odamdan albatta zo'r farqli bo'ladi. O'ylab bakalım. Adette insanların mektepte ügünüdüğalları kitabi bilimler olup, yürüştürüş, şeyiler ve hadislerge qırtılgan tutum, özara münasibet kalıpları, hemkarlık udumları, kollektif sütüdü bir gevdileşiş maillikleri mektepte ügütülmeydi. Bular şu adam təvə olğan toplumun içinde juxturduğan adetler ve turmuş bilimleridir. Nurg'un kitaplar, kompüter ve başka turmuşga lazımlık texniki yenilikleri işletildiğin bir ailede yetişken bir bala ve sahrada dehqon ailesinde çoğun bo'lgan bir bala ikkisini tasavvur qilsak, her ikkisi o'tir maktab bitirgan bo'lsa-mu, sahrada çoğun bo'lganning biladiganlari muqarrar darajada az bo'ladi. Xuddi shuningdek medeniyet jug'lanmasi maktab tarbiyasida erishilmaydigan nurg'un bilim, ko'zqarash, iddia, odat, qiliq qatorliqlarni ato qila oladi. Bu nuqtadan qaraganimizda dunyo urushida mag'lub bo'lgan ikki davlatning yana dunyoning eng oldingi qatoridan o'rin olishidagi sirni bilgan bo'lamiz. Undaqda madaniyat jug'lanmasining roli haqida fikrimiz oydinlashgan bo'lsa, endi bunun konkret şəxslər üçün qandaq təsirləri bo'ladiganligini ma'lum darajada ko'zimiz yetadi. Shundaq bo'lsa-mu, temining ehtiyojı uchun ba'zi alaydi shaxslarni maydonga keltirgan jamiyatlar haqida izlanamiz. Bizning xalqimizda ko'zi kichik deydigan bir gap bor. Ko'zi kichik. Hemenla bilisli bu gapni. Ve ko'zi kichik deganning bir jismoniy ko'rinishga qaratilmaganligini hemenla bilisizlar. Ko'zi kichiklikning ma'nosi hargizmi iqtisoddagi baxillikqa qaratilmaydi. Biz ko'p hollarda tar ma'noda shunday ishlatamiz. Iqtisoddagi baxillik ma'nosi ishlatamiz. Bu onun tar ma'nosi. Keng ma'nosi-chi,
Bu ayni vaqtda sorun ko'rmaganlarning ko'rganlariga yarasha fikr qildiganligi uqumini beradi. Ko'zi kichiklik yoki hech nima ko'rmaganlikning ma'nosi xeyli keng. Masalan, Urumchiga universitetga o'qishga kelganlarni kuzatsangiz, shahardan kelganlarda bek ko'p o'zgarish ko'rmaysiz. Ammo uzoq sahrodan kelganlarning birdilla o'zgarib, ishtiniga patmay qoladiganliklari ko'p bo'ladi. Hech kimni yaratmaydigan bo'lib ketish, yo'g'inab ketish turidagi bu o'zgarish aslida hech nima ko'rmaganlikdan bo'ladigan o'zgarishlardir. Aslida bu bir psixik passivlikning ta'tiriga tepishining natijasidir. Ya'ni u meni sahrolik deb boshqalar kamsindirdi degan endisha tufaylidan u boshqalardan eshib tushadigan madaniy bo'lib ko'rinishga urinadi. Bu o'zgarishning sababi bir passiv qudratlilikdan kelib chiqyapti. Demak, ko'z kichiklikdir. Bununla yana diaspora jamiyatimizni kuzatsangizmi bir muncha o'rnak topa olasiz. Erkinlik muhitining bizdagi g'alati inkaslari. Ya'ni biz erkinlik ko'rmay cho'ng bo'lgan bir xalq. Hech nima ko'rmagan qalanda turidagi bir xalq. Biz erkinlik muhitida qanday bo'lib qoldik? Nurg'un g'alatiliklarimiz maydonga keldi. Haddini bilinmay qoladigan darajadagi erkinlik. Qiniga patmay qilishlar maydonga keldi. Mana bu hech nima ko'rmaganlikning sahrolikligimizning ta'tiriga tepishidir bu. Tefekkurning tilga tayindiganligini, tilsiz tefekkurning bo'lmaydiganligini deymiz. Shunday qolganda, til boyligi tefekkurning kengligini belgilamdi. Yashash muhiti tilning hajmini belgilasa, tilning kengligi tefekkurning ufqi bo'lib qoladi. Ya'ni bir dehqon qanchalik so'z biladi? Etizariq ishlari, uy ishlari, otuloqqa oid so'zlardan boshqa yana qanday so'zlarni bilishi mumkin? Psixologiya atalg'unlarini bilamdi, adabiyotni bilamdi. U ana shu cheklik so'z zapsiga tayinib tafakkur qiladi. Uning tafakkur teranligi o'zi biladigan so'zlardan eshib ketolmaydi. Xuddi shuningdek, oliy ma'lumotliq bo'lishib qaramay, yashash muhiti intayin qaloq jamiyat bo'lgan odamlarning tafakkurimi yashagan muhitining cheklimasiga uchraydi. O'zi ko'rib boqmagan narsalar haqida fikr yurgizishi mumkin emas. O'zining bevosita tajribasi bo'lmagan ishlarni bilishi mumkin emas. Tafakkurning teranligi tilga munosabatli bo'lsa, tilning taraqqiyoti muhitdagi mavjudlikning ismlendirilishidan, sifatlanishidan barliqqa keladi. Hayot qanchalik oddiy bo'lsa, tildagi so'zlarmi shunchalik oz bo'ladi. Tildagi so'zlarning oz bo'lishi tafakkurning tezligini keltirib chiqaradi. Bugun dunyoda nurg'un fan turlari barliqqa keldi. Bularning xili ko'pini Uyg'urlar anglab boqmagan. Hatto jamiyatshunoslik deydigan bir fannimi Uyg'ur biladigan bo'lganga 30 yil bo'lmadi. O'qib boqqanlar bek az. Vatanimizda bunday bir fakultet dahi ochilmagan edi. Bundan boshqa biz bilmaydigan fanlar yana nurg'un. Aşı biz bilmaydigan fanlardagi atalg'ular tilimizda bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Xuddi shuningdek, insonlar ko'rib boqmagan narsalarni tasavvur olamidimi ko'z oldiga keltirolmaydi. Shakl berolmaydi. Ko'rib boqmagan ammo anglab boqqan narsalarni olsa, o'zi ko'rib boqqan ma'lum narsalarga taqqos qilish shaklida tasavvur qiladi. Masalan, hech kim jannatni ko'rib boqmagan. Shunga jannat zoti qandoq? Buni haqiqiy turda bilishimiz mumkin emas.
Faqat anlığanlarımızdaki sübetleşlerine qarab tasavvur qilamiz. O'qitish usuli bilan tasavvur qilamiz. Şu insonlarning jannat haqidagi tasavvuriga ilhom bo'lsin uchun Allah Qur'oni Karimda jannatni ostidan o'stanlar eqib turadigan deb sifatlaydi. Bir bog'i bo'stonliqqa o'xshatildi. İnsanlarning go'zallik qarashida yeşillik, gülzarlık ve bunun yanında kök rengde göründüğün süzük su bo'lgan makan en yaşaşqa uygun makan hesaplandığın tasavvur qilipi, güzellik ölçümü bo'lganligi uchun Allah bendelerdeki muş qilipga uygun tasvirlab berdi. Amaliyotda cennet muşunchilikli emas. Yani pani dünyada birer örneki bo'lgan narsa emas. Biz onu zadıl tasavvur qilolmaymiz. Faqat nayta güzel, nayta huzurluq degan tafakkur qilipimiz bo'yicha ko'z oldimizga kelib turamiz. Kundalik hayotda deyiladigan so'rin ko'rgan, so'rin ko'rmagan deyiladigan gapdimi bir madaniyat jug'lanmasining ko'langisini bayqaymiz. So'rin ko'rgan bir odam o'xshash bir so'ringa kirib kelsa, kayfiyatida huluqush, tatinish, xuduksirash ko'rilmaydi. Yüzünü tabiiy tutalaydı. So'rin ko'rmagan biri bundaq bir yerga kirib kelganda putquli kalvalışıdı. Tili gapga kelmaydi. Qurilishdan hatto qo'lini qayerga qo'yishini bilmaydi. Sahnaga chiqib bakmagan bir odamni sahnaga chiqarib qo'ysangiz, aslida u odam har qancha gapdan bo'lsa-mu, sahnada gapini topolmaydi. Mana bularning hammasi bir odamning yetilish muhitiga bog'liq ahvollar bo'lib, bir millatda dahinin yetilişimi muşulağı alakadar olur. Medeniyet juglanması sorun görüp çoğun boğallıqı, körgünü köp buluşu qatarlıq amıllar. Mana şulağı göre han cemaati, şahzadelerini, melekelerini tekliplik ustazlar arqılıq terbiyeleşmelerle qanmay, emeli keçirmiş bolsun, hatırı ambiri beysin degen maqsadda çoğun sorunları qatnaştırıp adetlendirdi. Yana bir narsani alayda eskartmak zarur. Dahinin meydana kelishi muhimmi yoki qabul qilinishimi degan masala. Yani madaniyat jug'lanmasining roli jihatda texmi ochiq ko'riladi. Bu dahinin tug'ilishi yoki meydana kelishi muhimmi yoki şu cemiyet tarafından onun dair sütüde kabul kılınışı mühimmi? Bu medeniyet jug'lanmasının rolini texmi uçup ko'rsatib turadigan bir aynak. Meydanga kelgan dahinin cemiyet tarafından kabul kılınışı. Hatta dahinin meydanga kelishidan muhimroq ekanligini his qilamiz. Deylikki Gitler Uygurlar içinde meydanga kelgan bo'lsa, Uygurlar onu kabul qılamdı. İtiraf qılamdı. Mana bu tarafini hissi tecrübe qilib beqanlar. Tefekkurunlarda tecrübe qilib beqanlar. Çünkü Gitler'de kabul qilish qiyin bo'lgan bir muncha kamtikliklar mavjud. Aldı bilan u Germaniyalik emas. Başka bir devletning fuqarosi. To'liqsizni chalib turgan. Coğrafiyadan başka pallardagi natijasi izchil tuvan bo'lgan. Intayin namratgillarni boshdan kechirgan bo'lib, parch-purat ishlarda topgan puli ba'zida bir vaqt tamoqqa loyiq bo'lgan. Gitler bu pulga qo'saq to'yg'izish yoki kitob setib olish haqida hali jiddiy tanlashga duch kelib, kitob setib olib och yurgan kunlar bo'lgan. Saxovatxonaning umuchini ichib yurgan kunlar bo'lgan. Hatta daryoda eqib kelayotgan yerimini yeb tashlab etgan bir olmani elib yegan. Askarlikka tizimiltishidagi sabablardan biri qo'saq g'imidan qutulishidir. Askarlikdimi faqat 15 martabasiga ko'tarilgan. Bularning qaysi Uyg'urlarning uni qabul qilmay yuziga selib masxar qilishiga yaramaydi. Musho deb o'tganlar.
Ammo Gitler nemis millatidek dunyoda eng avval taraqqiy qilgan, olimlar eng ko'p chiqqan bir millat tarafidan o'tmishidagi kamtiklari yuziga selinmasdan qabul qilingan. Bulardan shuni ko'rish mumkinki, doining barliqqa kelishi qanchalik muhim bo'lsa, uni tunib yetadigan bir madaniy jug'lanmaga ega xalqning bo'lishi o'xshashli muhim. Uyg'urlarda doilar yetishadigan madaniyat jug'lanmasi, ya'ni madaniy tuproq bormi? Bu savolga mening berilgan javobim hech kimga yoqmaydigan tarzda bo'lishi cho'qim. Ammo mening javobimning bo'lishini qo'yib turib, har bir yuqorida tilga ilingan shartlar bo'yicha sinoq qilib barsak, ma'lum tushuncha kelalaymiz. Uyg'ur jamiyati madaniyat jug'lanmasi jihatdan so'rin ko'rganlik jihatdan kollektiv sifatida nopuzning barliqqa kelishiga yoki yashashiga tutum ifodalash, muomala qilish jihatdan doining barliqqa kelishi yoki o'sib yetilishiga uyg'unmi? Mening javobim uyg'un emas. Buning sabablarini ba'zanlar fahm etgan bo'lishinglar mumkin. Bizda bosh bo'lganlarga farishtaning o'lchimini qo'yib bilish odati bor. U holda hech kim bu darajada pok, gunohsiz bo'lmaydigan bo'lg'achqa, hamon ba'zi bixlar, doi chiqadigan materiallar buzg'unchilikqa uchrab, xo'rab tugaydi. Bu haqda men nopuz sundirish herismanligi bizga oid bir video nashr qilgan edim. Ya'ni har qanday bir ustunlik bir Uyg'urda bo'lganda boshqalar buni hazm qilolmaydi-da, uni so'rab tortib, o'zining saviyasiga tushirmaguncha aram topolmaydi. O'zining saviyasiga tushirib xotirjam bo'ladi. Shuning bilan tashkillanishning mo'misi yiqilgan bo'ladi, Uyg'urlarning siyosiy musofasi necha 10 yillab chekilgan bo'ladi. Lekin Uyg'urlar buni o'zlari his qilolmaydi. Biz bek uzoq bir zamondan beri boshqa millatlar tarafidan boshqarilib kelingachga, o'zimizdan chiqqan biriga itoat qilish go'yo bek muqamlashmagan ta'tir bir ishdek tuyulsa kerak. Xeyli odamlarimizni ko'zga ilmay birer chatoq topamiz. Shunisi boshqa millatning birer maylamchisi bo'lgan taqdirdimi, uningga itoatda qusur etmaymiz. Chunki u bizga sirliq, tushuniksiz bo'lg'achqa, uningdan eyminimiz. Bu holatda Uyg'urlardan doi yetishib chiqadigan bir ijtimoiy tuproqqa ega emasligimizni alam ichida ko'ramiz. Aslida nopuz, ya'ni karizmatik figur demakdir. Kishilarni itoatga majburlaydigan aloyidliklarning jug'lanmasi nopuzdir. Bu ma'noda karizma Uyg'ur tilida sir va kuch demakdir. Sirliqlik va kuch. İnsan balası kuchga bo'ysunadi yoki bo'ysunishga majbur bo'ladi. Sirliqlik, jalbkorlik demakdir. Sirliqlikka havas qilish, qiziqish, intilish insonning fitratiga putilgan xususiyatdir. Kishilar o'ziga aniqsiz bo'lganda mahliyolik tuyg'usida bo'ladi. Balkim boshqa millatlarning har qanday bir odami bosh bo'lsa, itoatkor bo'lishimizning sababi mana shu sirliqlikdan bo'lsa kerak. Hatta qiz yigit arasidagi muhabbatdimi notunishlik, sirliqlik, intildirguchi, mahliyo qilguchi omil bo'lib rol o'ynaydi. Bir-birining ujur-bujurini tamamen bilgandan keyin qiziqish oxirgi chekiga yetgan bo'ladi, zerikish boshlandi. Agar bir qizning qiziqishini uzoqcha jonliq tutaman desangiz, sirliq bo'lishingiz hamma tarafingizni echib etmasligingiz kerak. Demek nopuz, karizmatik figurlardaki uyuşturuş gücü mana shu kuch ve sirliqlikdan kelgan deyishimizning sababidir. Kuch majburlaydi, sirliqlik jalb qiladi. Mana shunday qilib tashkillanish amalga oshadi. Shu anda bo'lsa milliy muhitimizda bu ikki xususiyatni o'zida hozirlagan bir figur yo'q. Chunki aslida her zaman bir millatda turli taifadagi kishiliklarning bixlari tug'ilib turadigan bo'lsa-mu, so'rin ko'mganlik xafaliqidan bundaq bixlar rasmiy nopuz bo'lib shakllangichlar dassilib ketdi. Gerçi islom dinimizda amirga itoat qilish masalasi bek jiddiy ta'kidlangan masala bo'lsa-mu,
musulmonligimizdan lop etib turmaymiz, bularga amal qilmaymiz. Hadisda deyilgan, sizlarga bir zangi amr bo'lgan taqdirdami, kalomullohdan chetnimislar, uningga itoat qilinglar deyilgan mazmunni tatbiq qiladigan bo'lsak, bu siyosiy jihatda eng tüp idealga xoinlik qilmaslar, boshqa gunohlarni hech bo'lmaganda hozircha surishti qilmay turishga qaratilgan. Kalomullohdan chetnimislar. Buni diniy nuqtadan deb tushunib olsak, bu to'g'ri tatbiqlangan bo'lmaydi. Kalomullohdan chetnimislar, itoat qilinglar deganda biz siyosiy jihatda eng adaqli g'oyaga bo'lgan sodiqligi, eng adaqli g'oyaga oid ideologiyasi to'g'ri bo'lsinlar, boshqa gunohlarni ko'maslik selib turish, yanada itoat qilaverish deganlik deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. Dünya tarixiga qarasaqmi, boshqa millatlarning tarix yozgan mashhur liderlari, doirlari, birmuncha ayib nuqsonlari bo'lgan odamlar bo'lib, hech biri mukammal emas. Hech biri sop emas. Tarjimonlarni o'qib beqinglar. Ashini Uyg'ur muhitiga qo'yib beqinglar shu odamlarni. Ashiningdagi ashi kamchiliklar bilan, aşı qamlashmagan xuy peylleri bilen Uyg'ur muhitiga qo'yib tasavvur qilib beqinglar. Biz uni mumkin emas e'tirof qilmaymiz. Ama o dünya tarixiga yozilgan büyük liderlardir. Biz bularni nazariya jihatdan inkor qilmaydigan bo'lsakmi, o'z amaliyatimizga tatbiq qilolmaymiz. Madaniyat jug'lanmasi ma'lum madaniyat asosi bo'lgan millatning jamiyati yoki masalalarga hissiylik bilan emas, aqliylik bilan qaraya oladi. Bu ularning maktab tarbiyasidan emas, millat to'plumining tabiiy atmosferasidan bo'lib, aqliylik bilan o'ylay oladiganligi uchun inson deganning gunohlardan tamamen pak, farishta sifat bo'lmaydiganligini tushunadi. Hatta bularni birining tashviq qilishigimi, agah berishigimi ehtiyoj yo'qligini tushunadi. Chunki butun to'plumda aşı desmai bor, aşı jug'lanma bor. Shuni ügütüşsüzlan yüzüde şu halet yetiladi. Medeniyet jug'lanması bo'lmagan millatlar olsa, hamma ishqa hissiylik muomalasi qilg'achqa, aql va mantiqidan yo'qsul tanlashlari, qarorlari aman tragediyalarni tug'dirib turadi. Pushaymonlari takrorlandi. Ama hech qachon savob qabul qilmaydi. Chunki savoblarni qabul qila oladigan bo'lishmi madaniyat jug'lanmasiga bog'liq, sapoga bog'liq. Shunda masala bo'lg'achqa, bo'libmi o'tmishdagi savoblarni kitoblardan o'qish kerak bo'lg'achqa, to'liq shakllanmagan millatlardagi kitob o'qimaslik illati bu yerda o'z rolini o'ynaydi. Grigoriy Petrov Gulsamsoqlar vatanida bir millatning tirilishi qo'shimcha ismi bir millatning tirilishida shunday degan. Davlatlarning kuchlikligi yoki zaifligi, toplumning taraqqiyoti yoki chekinishi faqatla davlat beshidikilarning boshqarish iqtidoridan emas, davlat so'rg'uchilar yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, o'z toplumining biror yansımasidir. Ular milliy ruhning biror kopiyasidir. Ular xalqning ichida tug'ilgan. Bir toplum qandaq bo'lsa, boshqaruvchilarimi shuning o'zidek bo'ladi. Bu haqda Qur'onda munosabatlik oyatlar bor. Eslab baqsanglar. Qanda bo'lsanglar, shunda idora qilinsizlar. Bundan boshqa asoratdagi millatlar uchun bularning ustiga sunniy to'salg'ilar mavjud. İstilochilarning eng qo'rqadiganimi dal shu dahi, yo'lboshchi, lider salohiyatidagi kishilar bo'lib,
istilochilar bir mamlakatni istilo qilgandan keyingi birinchi ishi bu davlatning milliy dohiylarning butun avlodini qirg'in qilish yoki ta'qib qilish. Kichiklarni qayta shakllantirish bo'ldi. Masalan, chechenlarga rahbarlik qilib ruslar bilan tirkashgan Shayx Shamil va boshqa liderlarning bolalari o'g'irlanib Moskvada tarbiyalangan bo'lib, bularni o'z millatining qarshilik harakatiga qarshi foydalangan. İsa Yusufning aslimasidan qaraganda Xitoylarmi ashunday qilgan bo'lib, Uyg'ur sardorlarining, qahramonlarning keyingi avlodini qasddan munofiqlashtirgan. Buningga İsa'ning bergan misolidan qaraganda, İsa Yusufning buvisi Xitoylarga qarshi jihodning sardorlaridan bo'lgan ekanmish. Shuning uchun Yusufbek va İsa'beklarni Xitoycha o'qitib, Xitoyparast qilib tarbiyalagan. Bular har qanday bir istilochining bilish kerak bo'lgan aqalliy rejalar bo'lib, buni o'rtaq bir maktabdan o'rganishiga kerak yo'q. Maktabdan bunday o'rgatilmaydi. Siyosiy taktikalardir bu. Padini sarkidan ayırıtish yelisi. Gitler besivelingan Slavyanlar, Çex, Slovakiya, Polsha qatarlıqlar haqqida degan so'zida Polsha xalqining Slavyanlarning doisi bo'lib qilish ehtimoli bo'lgan kishilar o'ldirilishi kerak degan edi. Bulardan shuni ko'ra olamizki, mayli chet ellarda yoki vatan ichida bo'lsin, tajovuzchi Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston mustaqillik harakatlarini uyushtira oladigan aql hajmiga ega insonlarning maydonga kelishiga qarab o'tmaydi. Mana shunday qilib, inidimmi, gezidimmi ketish vaziyati bizning qismatimizda asosiy vaziyat bo'lib qoladi. Aslida bu holda biz lider yoki tashkillikchi nopuzlar haqida texmi apuchan kang qusoq bo'lishimiz kerak ekan, hech qanday millatda ko'rilmagan darajada shartlarimiz qattiq. Talabimiz yuqori bo'lg'achqa, bundaq bixla maydonga kelgan taqdirdimi, beqish topolmay, nayt tizlik qurib qilishi mumkin. Biz musulmon xalq bo'lish sifatida islomning ko'rsatmalariga pisand qilmadik. Bir qarasığı 100%lik talab bilan hammani Qur'on hadisga uyg'un qilmoqchi unamaydigandek ko'rinamiz. Ammo aslida bularning hammasi ko'rinmalik islom bo'lg'achqa, ichi bekorlangan islom bo'lg'achqa, quruq aqidachilik bo'lg'achqa harakatlarimizda aks etmaydi. Faqat chatoq tepish uchun kerak qilamiz. Islom bizga uning uchun kerak. Chatoq tepish uchun. Paydalanish, tuzash uchun bo'lganda yodimizga olmaymiz. Aslida lider yoki yo'lboshchilar haqidagi o'lcham hadisda deyilgani bo'yicha bo'lsalar, hamma chatoq tugaydi. Yuqorida deb o'tdik-ku. Sizlarga bir zangi amri bo'lsinmi? Kalamullohdan chetdimislar, uningga itoat qilinglar. Zangi degan ne bilasizlar, qartalliklarni Uyg'urchada zangi deydi. Bizga keyin neger deb o'zlashtirildi. Bizchisi zangi. Mana shu biz kalamulloh shartiga siyosiy shart qo'shib qo'ysaqli kifoya. Ya'ni siyosiy nishon jihatda umumiy xalqning orzusiga xilof eg'ishlari bo'lmasalar, boshqa taraflarga apuchan bo'lsa demakchi. Qarindoshlar, bugun mushaqicha so'zlayli. Taqdim bag'dim so'zlanyotdi. Bir mavzu bir yerdan. Aslida ma'lum mazmunni uda 5-10 qatim davomlashtirib bir az sistemlik qilsak yaxshi bo'ladi, lekin hozirgacha ko'rilgan inkaslarning faqat tayini yo'q. Mening xalqimning zodi nimaga qiziqadiganligini men bilmadim.
Şundaqla bunun bizimge faydası bulawatamdy unumy bilenmedim. Şuna gaýy soğup, gaýy kızıp, ama şunda kallapaý sözlep galabatymyz. Söhbetni ýetekleýdigan sualdyr garyndaşlar. Bunu bilenler. Sual söhbetni ýetekleýdi. Jawap ýeteklemeydi. Eger sualyňla telefonla bolsa, ýazsaňlar bolady. Hayır.